Keyingi yillarda mamlakatimizda chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari sifatini oshirishga hamda ushbu sohaga tadbirkorlik subyektlarini faol jalb etishga qaratilgan tizimli ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga chiqindilarni to'plash va olib chiqish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun aholining debitor qarzdorliklari o'sib borishi mazkur xizmatlar uchun to'lov intizomi darajasini oshirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Joriy yilning 7-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlarini ko'rsatish sohasida to'lov intizomini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun imzolandi. Shu kunlarda mahallalarda soha xodimlari tomonidan xatlov ishlari olib borilib, to'lovlarni o'z vaqtida to'lash hamda qonun bo'yicha tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda Andijon viloyatidagi 16 ta shahar va tumanlardagi qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish uchun 6 ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan xizmat ko'rsatish ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, Biotech Eko mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan Andijon shahri, Andijon, Asaka va Oltinko'l tumanlari aholisiga hamda ushbu hududlarda faoliyat ko'rsatayotgan yuridik subyektlarga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Soha xodimlari Andijon shahridagi Obod mahalla fuqarolari yig'inida xatlov tushuntirish targ'ibot ishlarini tashkil etishdi. Mazkur mahallada 4012 ta xonadonda 14711 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Ushbu mahalla fuqarolari yig'ini bo'yicha debitor qarzdorlik 1 milliard 917 million so'mni tashkil qilmoqda. Xodimlar tomonidan olib borilgan tushuntirish targ'ibot ishlari natijasida esa aholi vakillari ham chiqindi to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirishmoqda. Xonadonlarni mana aholilarni vaqtida olib ketyapti, mana rahmat. To'lovlarni vaqtida qilsak, obodonlashish yaxshi bo'ladi. Ham tozalik yaxshi bo'ladi. Bu obod mahalla yana ham obod bo'ladi. Mashinalar hozir har kuni kelib o'tib olib ketyapti. Pokizalik bor joyda baraka bo'ladi deb bekorga aytishmagan. O'z vaqtida to'lov qilinsa, chiqindilar ham to'planib turmaydi, ham sog'lik, ham ekologiya uchun foydali. Ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun to'lovlarni vaqtida qilish orqali esa yangi texnikalar olinishi va mahallalarga chiqindi mashinalar qatnovini yanada ko'paytirishga erishiladi. Hozirgi kunda Andijon shahar Obod mahallasida xatlov ishlari olib borilyapti. Bu xatlov jarayonida fuqarolarga tushuntirishlar olib borilyapti. Qarzdorliklarni o'z vaqtida bartaraf etish, chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqib ketish bo'yicha tushuntirishlar olib borilyapti. Chiqqan muammolarni bartaraf qilinyapti o'z joyida. Yana shuni ogohlantirilyapti, abonentlarimizni o'z vaqtida chiqindini qarzdorlikni bartaraf etishmasa, elektr energiyasidan cheklov qo'yilishini tushuntirib borilyapti. Jami Andijon shahari bo'ylab 56 ta texnikamiz xizmat olib boradi. Haftada 3 marta xizmat ko'rsatamiz mahallalarga. Hamma mahalla 100% qamrab olingan. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, davlat rahbarining tegishli qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining fuqarolik va uy-joy kodekslariga, raqobat to'g'risidagi va elektr energetikasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlariga qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorligi mavjud bo'lgan iste'molchilarga qisqa xabar orqali xabardor qilingandan keyin mazkur qarzdorlik bartaraf etilguniga qadar ulardan elektr energiyasi uchun to'lovlarni qabul qilinishi vaqtincha cheklashga qaratilgan huquqiy normalar belgilanishini nazarda tutuvchi qo'shimcha va o'zgarishlar kiritildi.